qo'shib qo'yasiz, hisoblaysiz, tamom. Xuddi shuni holatda hisoblaysiz, demak bizda 37,5 bu yerda B javobga to'g'ri keladi. Masala ishlanishi bo'yicha yoki mavzuni tushuntirishim bo'yicha savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyalarda qoldiring. Kutaman buni. Videoga like bosing, chunki bu mehnatni ishoning, ancha qiyinchiliklar bilan qilaman. Har kuni video chiqarish oson emas. Shuning uchun iloji boricha like bosing, kommentariyalarga yozing va barcha yaqinlaringizga ulashing. Bu ko'proq prosmotr yig'ishga va ko'proq shu savob ilinishga, ya'ni mana shu qilayotgan mehnatlarimiz ko'proq odamga yetib borishga yordam beradi. Siz ham bu narsaga menga yordam bersangiz, juda ham xursand bo'laman. Kanalga agar videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib, yangi videolarni o'tkazmaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.